Alloh subhanahu va taolo bandalarni dunyo hayotida imtihon qiladi. Bunga hech qanday shak shubhamiz yo'q. Biz musulmonlar boshimizga keladigan sinovlarni Allohdan deb bilamiz. Alloh taolo sinaydi, imtihon qiladi. O'ziga bo'lgan ishonchini Alloh taolo imtihon qiladi. Alloh taolo bandalarni dunyo hayotida imtihon qiladi. Banda bu imtihonning natijasini qiyomatda adolatli hisob kitobdan so'ng ko'radi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandalarni sinaydi, buning natijasini bandasi esa qiyomatda ko'radi. Haqiqatda bu dunyo sinov dunyosi. Bu dunyoning sinov ekanligini hammalarimiz bilamiz. Bu dunyoda tashvish ham tugamaydi. Qiyinchilik ham, mashaqqat ham tugamaydi. Qachon inson dunyodan o'tar ekan, o'shandagina bu dunyoning sinov qiyinchiliklaridan qutuladi. Tirik ekan, albatta inson doimo sinovda bo'ladi.